Assalomu alaykum 8-sinf adabiyot darsligidagi mavzularni sizlarga audio variantini havola etamiz. O'quvchi va abituriyentlar uchun. Mehnatimizni qadrlagan holda videolarimiz ko'pchilikka tarqalishi uchun obuna va like bosishingizni so'rab qolamiz. Maqsud Shayxzoda 1908-1967 dars davomida. Jaloliddin Manguberdi fojiasidagi erksevarlik, vatanparvarlik g'oyalarini tahlil qilamiz, dramatik tur haqida nazariy bilimlarga ega bo'lamiz. O'zbek adabiyotining buyuk namoyandalari Gafur Gulom va Oybek kabi otashnafas san'atkorlar safida ijod qilgan Maqsud Shayxzoda zuvalasi she'riyat shulasi bilan yorug' kuychi edi. Uning asarlarida joshqin vatanparvarlik tuyg'ulari, chinakam ijodiy hissiyotlar bilan yashagan yoniq qalbning gulduros aks sadosi mujassam. Maqsud Shayxzoda aslida qondosh Ozarbayjon elidan bo'lib, keyinchalik o'zbek xalqining chinakam sevimli shoiri, yozuvchisi, dramaturgi, zabardast olimi sifatida dong taratgan. U 1908 yili Ozarbayjonning Ganja viloyatiga qarashli Oqtosh shahrida tug'ilgan. Boshlang'ich va o'rta ma'lumotni Oqtoshda olgach, Boku Oliy pedagogika institutida sirtdan o'qidi va muallimlik qildi. Mavjud tuzumga qarshi aksil sho'roviy xatti-harakatlarda ayblangan Shayxzoda Toshkentga 3 yillik surgunga hukm qilinadi. U 20 yoshida Toshkentga kelib, turli gazeta va jurnallar tahririyatida, Til va adabiyot institutida, umrining so'ngiga qadar esa Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika institutida faoliyat yuritdi. Shoirning dastlabki she'riy to'plami Loyiq soqchi deb nomlanib, Kurash nechun, Jang va qo'shiq, Ko'ngil deydiki, Kapitan Gastello, 15 yilning daftari, Olqishlarim, Zamon torlari, Shula, Chorak asr devoni, Toshkent noma lirik. Suratda Maqsud Shayxzoda otasi Masudbek, onasi Fotimaxonim va turmush o'rtog'i Sakinaxonim bilan. Dostoni, shuningdek, Jaloliddin Manguberdi, Mirzo Ulug'bek fojiasi singari dramatik asarlari nashr etilgan. Maqsud Shayxzoda xalqimizning mehnat qahramonligi, kurash va jang, ozodlik va do'stlik, baxt va alam, yurtning go'zal manzaralari va insonning ma'naviy jamoli mening qalamimga oshno, dilimga mazmun bo'lib keldi, deb ta'kidlagan edi. Shoirning bu fazilatlari eng avvalo hayotdagi, voqelikdagi va odamlarimizning ruhiy olamidagi o'zgarishlar, holatlarni ifodalashga qodir yangi, betakror obrazlarda namoyon bo'ldi. Afsuski, shoir 1952 yili asossiz ayblovlar bilan ikkinchi marta hibsga olinib, 25 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. 2 yildan so'ng oqlanib, badiiy ijodga qaytdi. Shayxzoda umrining so'ngiga qadar o'zbek xalqining sadoqatli farzandi sifatida faoliyat ko'rsatdi va O'zbekiston uning ikkinchi vatani bo'lib qoldi. Maqsud Shayxzoda 1967 yil 19 fevralda vafot etdi.